Yangi O'zbekiston islohotlari inson huquqlari va insonni o'zi yuqori darajaga olib chiqishni maqsad qilgan edi va bunday islohotlar jarayonida ombudsmanning faoliyati boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi. So'z bilan aytish mumkin, ombudsmanning ishi samarali darajada o'zgargan va samarali darajada yaqqol ko'rinishni boshladi va biz buni fraksiyada e'tirof etdik. Alohida jihati bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Hisobotning so'ngida ombudsman sohaga taalluqli bo'lgan muammolarning yechimlari bo'yicha taklif beryapti. Bu yangi institut va biz buni olqishlaymiz. Ombudsman sohadagi muammolarni ochiq aytishni boshladi va bu to'g'ri, shunday bo'lishi kerak. Muammolarni yechilishi kerak. Ikkita masalada alohida o'zimizni taklifimizni berdik. Ombudsman O'zbekistonni xalqaro maydondagi reputatsiyasiga mutanosib ravishda ovozini ko'tarish kerak. Mehnat muhojirlarimiz, fuqarolarimiz, boshqa davlatlarda yashayotganlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha ombudsman tomonidan yetarli darajada ishlar olib borilgan. Biz buni kamchilik sifatida e'tirof etmoqchi emasmiz, lekin ovozni ko'tarish kerak. Va ayrim davlatlarda bizning fuqarolarimizning huquqlari buzilyapti va ombudsman bu yerda ishtirok etyapti. Lekin balandroq ovoz bilan ishtirok etish kerak deb o'ylaymiz, chunki O'zbekiston bugun avvalgi O'zbekiston emas. Uni ovozi boshqacha, obro'si boshqacha va ombudsmanning ham xalqaro faoliyati aynan shu darajada ko'tarilishi kerak. Ikkinchi taklif, qonunchilik masalasida ombudsmanning ishtirokini yana ham kuchaytirishimiz kerak. Biz bu taklifimizni bildirdik. Barcha qonunlarda inson huquqlari masalasi bo'yicha ekspertiza o'tkazilishi kerak. Bu institut bor hozir ham, lekin zaif ishlayapti. Ombudsman bu masalada yana ham jadallashishi va kengayishi kerak. Shu ikkita taklifni berdik. Ombudsman ma'ruzasini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ombudsmanni yanada takomillashtirish uchun yordam berishga doim tayyormiz. Ma'ruzani ma'qulladik.